to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali, sermeva, yangi Fanta Dushas. Fanta uslubidagi dushasni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Barchangizga katta rahmat. Bundan oldingi video 600 milliardta like to'pladi. Hammangizga katta rahmat. Keyingi videoni maroq bilan tomosha qiling. Olg'a. Avvalgi bolalar katta bo'lishdi. Barchangizga salom. Mening ismim Mamarayim va bu dahshatli voqea men do'stlarim bilan bo'lganimda sodir bo'lgan. O'ylaymanki, siz bundan yaxshi xulosa chiqarasiz. Bu voqea 14-15 yoshlarimizda sodir bo'lgan edi. Yozgi ta'til boshida mening dugonam Odina lagerga chiqishni taklif qildi. U bilan birga Sharapat va Do'smat ham borishdi. Va men ularga shuni taklif qildimki, biz sayohatni tungi soat 1 da boshlaylik. Nima deysiz? Shunchaki zavq uchun. Afsuski, bu juda yomon edi. Biz lager uchun barcha kerakli narsalarni oldik. Ikkita kichik chodir va boshqa yegulik va boshqa narsalar. Odina bilan men erta tongda yo'lga tushdik. Yaxshi joy topish uchun. Biroz yurganimizdan so'ng butlar orasidan shovqin eshitildi. Bu nimaligiga men umuman tushunmasdim. Men Odinaga qarab, "Bu nima edi?" Lekin u ham hayratlanardi. U bilmasdi. Va o'sha paytda men o'zimni negadir jasur yigitchadek ko'rsatgim keldi. Va buta ortiga asta qaradim. Ko'rgan narsam umrimning oxirigacha yonimda qoldi. Men dahshatdan qichqirib yubordim va qo'rqib og'zimni yopishga harakat qildim. Bu o'rtacha yoshdagi erkak o'lik kiyikni yeyotgan edi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Hozir nima deb o'ylayotganingizni aniq bilaman, lekin bu hech qanday ovchi emas. Kiyikning jasadi chirigan edi. Qovurg'alari tashqariga chiqib ketgan va uni itdek tishlab yeyotgan bu odam. Bu juda jirkanch manzara edi. U orqasiga qarab bizni darhol ko'rdi va tezda 4 oyoqlab yugurib qochib ketdi. Odina darhol qo'limdan ushlab oldi. Ikkovimiz yugurib Sharapat va Do'smat tomon qaytdik. Ular bizning ko'chamizning yarmida lager ayonjomlari bilan ketayotgan edi. Sharapat bizdan nega bunchalik qo'rqansiz deb so'radi. Men bo'lgan voqeani aytsam ham, ular negadir bunga umuman ishonmagandek tuyuldi. Lekin nimaligini bilmadim-u, biz tentakka o'xshab o'rmonga qaytdik. Do'smat va men daraxtlar bilan o'ralgan katta tekis maydonda lagerni o'ta boshladik. Bu joy chiroyli va yakkalangan ko'rindi. Daraxtlar ham juda chiroyli joylashgan edi. Biz hali o'smir edik. Shuning uchun bunday joy bizga qiziqarli tuyuldi. Biz hatto bu yerda pivo ichishga ham ulgurdik. Pivani qayerdan oldilaring deyishingiz mumkin. Ha, Do'smat uni otasidan o'g'irlagan edi. Bir muddatdan so'ng chodirlarimizga kirib dam oldik. Albatta, men do'stim Do'smat bilan, qizlar esa alohida. Taxminan 3:15larda men g'alati tovush sabab uyg'onib ketdim. Do'smatni uyg'otmoqchi edim, lekin birdan oldinroq ko'rgan o'sha g'alati odam esimga tushdi. Yuragimdan sovuq o'tib ketdi. Men chodirni asta-sekin ochdim. Tashqariga qarash uchun. Yetarlicha, lekin tashqaridagi kim bo'lsa ham meni ko'rmasligi uchun kichkinagina qilib ochib qo'ydim. Qo'rquv aralash qarasam, o'sha baqaloq odam qarab turardi. Lekin u dahshatlisi kichkina pichoq bilan turardi. Men chodirni ochib unga yopisha ketdim. Lekin afsuski, mastligim sabab u meni tezda tutib olib, meni ushlab oldi. U pichoq bilan meni qo'limni yengil kesdi, ammo boshqa yerga yetkaza olmadi. Baxtimga do'stim Do'stmat paydo bo'lib, uni belidan pastki joyga qarab tepdi. To'g'ri, do'stim erkakka xos ish qilmagan bo'lsa ham, bunday paytda nima qilish kerak edi? Men uni hushidan ketguncha do'pposladim. Odina va Sharapat politsiyaga qo'ng'iroq qilishga harakat qilishardi, lekin bu yerda aloqa umuman yaxshi emas edi. Albatta, biz sumkalarimizni oldik va chodirlar bilan boshqa narsalarni tashlab, shahar tomon yugurib ketdik. O'sha tun hozir xira-xotira bo'lib qolgan. Lekin asosiy voqea shunchaki shuni aytamanki, agar Do'smat o'sha paytda uyg'onmaganda yoki men baqirmaganimda hozir nima bo'lgan bo'lar edi? Otabek Plus SQP kanaliga ulanib oling. Bundan-da qiziq videolarni o'sha kanaldan topishingiz mumkin. Obuna va like esdan chiqmasin. Unutmang, bu biz uchun katta motivatsiya. Keyingi videolarda ko'rishguncha